Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida davlat dasturi asosida qurilgan zamonaviy savdo markazi atrofidagi mojaro yillar o'tgani sayin yanada chigallashmoqda. Prezident qarori ijrosini ta'minlash maqsadida ajratilgan 1 gektar yerda 8 milliard so'mdan ortiq mablag' evaziga qurilgan majmua bugun deyarli yersiz qolgan. Tadbirkor esa o'zining emas, davlat idoralarining xatolari qurboniga aylanayotganligini ta'kidlamoqda. Prezidentimiz tomonidan imzolangan qarorga ishonib 2018-yilda Koson tuman dehqon va oziq-ovqat bozori hududidan qurilishi boshlangan, ammo iqtisodiy muammolari sabab oxiriga yetkazilmagan savdo majmuasi hamda uning uchun ajratilgan 1 gektar yerni 2 milliard 865 million so'm evaziga dalolatnoma orqali qabul qilib olgan edik. Loyihada ko'rsatilgan ishlarni o'z nihoyasiga yetkazish uchun jami 8 milliard so'mdan ortiq mablag' sarfladik. Zamonaviy savdo majmuasi qurib bitkazilgan paytda tuman hokimi Asror Boyqarayev 1 gektar yerning 60 sotixini noqonuniy qaror bilan olib qo'ydi va 5 nafar fuqaroga berib yubordi. Hokimlik 2024-yilga kelib shu masalada yana sudga murojaat qilib, da'vo muddati 5 yil 10 oyga o'tib ketgan bo'lsa-da, da'voni qayta tiklab, sud qarori bilan yana yerimizning bir qismini olib qo'ydi. Ayni kunga kelib bizning tasarrufimizda 33 sotix yer qoldi. Achinarlisi, hatto shu yer ham kadastr bazasida bizga tegishli emas. Shuncha mablag' evaziga qurilgan majmuamiz hujjatlarda yersiz havoda muallaq qolgani bayon etilgan deydi. Bu haqda Daryoga shikoyat qilgan tadbirkor Ro'zimurod Oblayev. O'zbekistonda xususiy mulk daxlsizligi va tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Prezident tomonidan qabul qilinayotgan qaror va farmonlarda ham investorlarni qo'llab-quvvatlash, ular uchun ishonchli muhit, huquqiy muhit yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biroq Qashqadaryoda, aynan Koson tumanida yuz berayotgan voqealar bu tamoyillar amalda qay darajada ishlayotgani haqida jiddiy savollarni tug'dirmoqda. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida davlat dasturi asosida qurilgan